Ko'pchilik bizdan ipotekaga xonadon so'rashadi. Zo'r variant olib keldik. Mana ipotekaga xonadon berilyapti. Biz Mirzo Ulug'bek tumani Bo'z bozor oldida joylashgan Novostroyka Masbuf Tarichka 4-qavatda 4 etajli domda 3 xona, 4 xonaga qilingan xonadon sotilyapti. Umumiy maydoni 75 kvadrat, kirpichniy dom. Obzorimizni koridordan boshlaymiz. Ko'rayotganingizdek bu yerda katta koridor joylashgan. Chap tomonimizda garderobniy shkaf va koridor ko'rinishi mana shunaqa yevro remontli qilingan. To'g'rimizda umumiy zal, gostivoy zal, bu yerda televizor joylashtirilgan. Ko'rayotganingizdek мягкая zona, раздвижной divanlar bor. Xonadonimiz yevro remontdan chiqqan. Dalcha bu yerda katta balkonimiz, balkon kuxnya bilan studiyni qilingan. Ko'rayotganingizdek bu yerda mebel texnikalari bor, o'zini oynasi bor va balkonda ham o'zini ikkita oynasi bor. Bu yerda обеденная zona va холодильник ham joylashtirganmiz. Keyingi xonaga keladigan bo'lsak, bu yerda kichkina shinamgina xona. Bu yerda ham детский qilsa bo'ladi, ham игровой zona, ham mana bu обеденный zona ham qilsa bo'ladi. Stol-stullarni qo'yib va bu yerdan koridorga chiqsa bo'ladi. Koridordan zalga chiqiladi va bu yerdan balkon kuxnyaga ham o'tsa bo'ladi. Keyingi xonamiz keladigan bo'lsa, keyingi xonamiz bu ota-onalar uchun mo'ljallangan xona, родительский spalni, o'zini trimosi bor, chiroyli polочкаlar, katta раздвижной garderob va двухместная kровать ham bor. Bu yerda ham oynasi bor, konditsioner. Va keyingi xonamiz bu yerda раздельный санузел, bu yerda tualetimiz joylashgan va katta vanna. Vannaning o'zida oynasi bor. Bunaqa xonadonda 77-seriyali etiladi, chunki vannasida kichkina fortchkasi oynasi bo'ladi. Oxirgi xonamiz bu детский xona. Bu yerda ham o'zining oynasi bor, ko'rayotganingizdek o'zining shkafi bor va kichkina рабочий zona. Bu yerga mягкий kровать qo'yib bemalol dam olsa bo'ladi. Bu xonadonimiz juda ham zo'r narxga sotilyapti.